Xudo xolasa yozda 62 yoshman. 4 yil oldin chap tarafda tizzam og'rirdi. Hozir 15-martdan beri o'ng tizzam og'rib qoldi. Real Medical yoqdi menga, onajon masjidga olib boraman sizni. Xo'p deb qizim bilan keldim. Eshikdan kirmasdan hamma med personallar bizani ilk kutib olishdi. Bu yerdagi удобство, условия menga hammasi yoqdi. Xudoga shukr, lecheniyalarning hammasi yaxshi. Oyog'imda og'riqlar qoldi. Hammasi yaxshi. Ovqatlari o'zining vaqtida keladi. Medsestralarimiz вообще молодец. Men o'zi venalarim yaxshi emas edi. Молодец, og'ritmasdan qilib qo'yishadi. Aziz xo'ja doktorimiz juda ham yaxshi. Tez-tez kirib xabar olib turadilar. Anaqa manipulyatsiya bo'lsa, tez-tez kirib, davleniyalar o'lchab, pulslarni o'lchab, menga yoqdi bu yerda. Sizlarda ham shunaqa muammo bo'lsa, kelinglar, lecheniyalar zo'r.